Har bir sayohatda oldin birinchi qilish kerak bo'lgan narsa bu viza. Bu videoda ketmoqchi bo'lgan davlatingizga viza kerakmi yoki kerak emasmi, qanday qilib tekshirishni hozir o'rgataman. Oxirgi paytlar bizga ko'p davlatlar o'z eshigini ochmoqda. Vizasiz davlatlar oydan oyga oshib borganligi uchun ko'plar vizasiz qayerga borish mumkin, qayerga esa viza bilan boriladi degan savol berishadi. Buni bilish uchun Viza Index degan ilovani yuklab olamiz. Kirganimizda o'zimizni pasportimiz kutib oladi. Bu yerda vizasiz, kelishingizda viza beradigan elektron viza va vizali davlatlarning ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Viza bo'limiga o'tsak, bu yerda siz ro'yxatda qidirib o'tirmasdan kerakli davlatni birato'la yozib bilib olishingiz mumkin. 3-bo'limda esa bizni pasportimiz reytingi kutib oladi. Birinchi o'rinda hozir Singapurning pasporti ekan. Oxirgi o'rinda esa Afg'onistonning pasporti. 4-bo'limda esa har xil davlatlarning pasportini solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, O'zbekiston pasporti bilan Qozog'iston pasportini solishtirsak, Qozoq pasport bilan siz 81 ta davlatga vizasiz chiqa olasiz. O'zbekiston pasporti esa atigi 62 ta. Xullas, bu ilova sayohat qilish uchun juda kerakli narsa. Bu videoni ko'p sayohat qiladigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Vizali davlatga vizasiz borib qo'ymasin yana. Va ko'proq shunday life hacklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.